هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 64. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövəndi dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Nisa suresi 64. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de auzu billahi mineşşeytanirracim. Biz her qandaq peygamberni faqat itaat qılınış üçünla evetdik. Onunğa itaat qılğanlıq Allah'a itaat qılğanlıq boludu. Ula, yani münafıqlar senin hükmünü qabul qılmay özlerine zulüm qılğanda sana kelip Allah'tan mağfiret tilese, peygambermu ula üçün mağfiret tilese idi. Elbette ula Allah'ını keçirim qılğıcı nihayeti mehriban tapattı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin bilen qasam ki ula, yani münafıqlar öz arasındaki detalaşqa seni hüküm çıkarışqa teklif qılmağıca, ondan senin çıkargan hükmünge ulanın dillerdeki qılça gum bolsumu yoqalmağıca ve ula bütünley boysunmağıca iman etqan bulmaydı. Peygamber aleyhisselam'a boysunuşunun farz ekanligi to'g'risida. Biz her qandaq peygamberni faqat itoat qilinish uchun avatdik. Onunğa itoat qilganlik Allah'a itoat qilganlik bo'ladi. Ya'ni men onunğa boysunishni uni payg'ambar qilib avatgan kishilarga farz qildim. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid mundaq deydi. Onunğa boysunadigan kişi fakat mening ruxsatim bilan boysunudu. Allah Teala asi günahkarlarga ularning qanday qilishi kerakligini ko'rsatib mundaq deydi. Ular, yani munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay o'zlariga zulm qilganda sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, Peygambermu ular üçün mağfiret tilse idi. Elbette ular Allah'ını keçirim qılğıcı nihayeti mehriban tapattı. Bir insan talaş tartışıp qılıp qalğan nərsiside Peygamber aleyhisselam'ın hüküm çıqırdıgan kişi qılmağıca ve onun çıkargan hükmüge çin köңlüdün razı bolmağıca haqiqiy mümin bolalmaydiganlıq to'g'risida. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin bilen qasamki ular, yani munofiqlar öz arasındaki detalaşqa seni hüküm çıqırışqa teklif qilmoqcha, bu ayetning hükmü munofiqlarga xos bo'lib qolmasdan balki barliq kishilarga umumiydir. İmam Buxoriy Urve'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zubayr bir kishi bilan Madinadagi Harra degan yerdan orqadan kichik bir eriq to'g'risida Harra degan yerdan oqadigan kichik bir eriq to'g'risida jidallashib qoldi. Ondan Payg'ambar alayhissalom: "Ey Zubayr, sen yeringni baldir sug'argan, ondan suvni qo'shnonga, ya'ni yiliq kishiga bergan" dedi. Ondan ansariylik yiliq kishi Payg'ambar alayhissalomga: "Ey Allohning payg'ambari, sening Zubayrga suvni baldir berishing u sening hamma achangning balasi bo'lganlik uchunmi?" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalomning yuzi o'zgarib ketdi. Ondan Zubayrga: "Ey Zubayr, sen yeringni baldir sug'argan, su hatta
qirlog'i chiqqicha uni tutib tur. Ya'ni toza qondirib sug'argan. Andin soni qo'shnonga bergan dedi. Zubayrning haqqini berdi. Zubayrning haqqini ansariylik kishi tutib olganda Payg'ambar alayhisalom ochiq bo'lgan hukm bilan uni to'liq ilib berdi. Payg'ambar alayhisalom burun u ikkisiga foydali bir ishni ko'rsatgan edi. Zubayr mundaq dedi: "Men bu oyatni mushu ish to'g'risida tushganmikin deb gumon qilaman." Yana bir sabab. Hafiz Abu Ishaq İbrahim ibn Abdurrahman ibn İbrahim ibn Duhaym degan kishi o'zining tafsirida Zamaraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ikki kishi jidallashib Payg'ambar alayhisalomning qashig'iga keldi. Payg'ambar alayhisalom hukmni haq egasiga chiqardi. Ondan qarshi taraf: "Men bu hukmga rozi bo'lmayman" dedi. Uning hamroyi, ya'ni qarshi tarafdagi haqli kishi: "Undaq bo'lsa, qanday qilishni xohlaysan?" dedi. U: "Abu Bakrning qishig'iga boramiz" dedi. Shuning bilan u ikkisi uning Abu Bakrning qishig'iga bordi. Haqli kishi Abu Bakrga: "Biz jidallashib qilib Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga borgan edik. U mening haqli ekanligimga hukm qildi. Ammo qarshi tarafning u hukmga rozi bo'lmadi" dedi. Abu Bakr: "Sizlar Payg'ambar alayhisalom chiqargan hukmga bo'ysuninglar" dedi. Ya'ni menmi Payg'ambar alayhisalom chiqargandek hukm qilaman. Qarshi taraf uningmi unimay Umar ibn Xattobning qishig'iga boramiz dedi. Shuning bilan u ikkisi uning qishig'iga keldi. Haqli kishi Umarga: "Biz jidallashib qilib Payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelgan edik. U mening haqli ekanligimga hukm qildi. U uningga rozi bo'lmadi" dedi. Umar ibn Xattob rozi bo'lmagan kishidan "Rostdan rozi bo'lmadingmi?" deb so'radi. U "Ha, shundoq" deb javob berdi. Umar uyga kirib qilichini yalang'ochlagan holatda chiqib Payg'ambar alayhisalomning hukmiga rozi bo'lmagan kishining beshiga birli urib uni o'ltirib etdi. La ilaha illalloh. Ondan yuqori oyat tushdi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqlikdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazil Allah tarafidandir. Fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Allah fazil ihsonga tegishlik bo'lganlarni bilishga yetarlikdir. Buyurilgan narsaga eng ko'p qarshi chiqadigan kishilar to'g'risida. Allah Taala bu oyatda bir turkum yomon ish qiladigan kishilardan xabar berib, agar ularga shu yomon ishni qilinglar degan bo'lsa, ularning shu ishni qilmaydiganligini bayon qildi.
Chunki ularning nachar xarakteri buyruqqa qarshi chiqishga ko'nib ketgandir. Alloh taolo bo'lgan va bo'lmagan ishlarni oldin ola biladiganligi uchun mundaq dedi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan vaz nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi. Ya'ni agar ular buyurilgan ishlarni qilgan va to'salgan ishlardan yongan bo'lsa edi, albatta ularning shunda qilganligi buyruqqa qarshi chiqish va to'sqan ishni qilganidan yaxshi bo'ladi. Va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Suddi mundaq deydi. Eng mustahkam ishonchiga erishgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Alloh taolaga va payg'ambariga bo'ysungan kishining Alloh taolaning dargohida hurmatlangan kishilar bilan birga bo'ladiganlik to'g'risida. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ya'ni Alloh va uning payg'ambari buyurgan ishni qilgan, Alloh va uning payg'ambari to'sqan ishdan yongan kishini Alloh taolo jannatga kirgizadi. Payg'ambarlardan darajasi tuvan bo'lgan siddiqlarga, shahidlarga va ko'rinishi va qalbi pok yaxshi mu'minlarga hamroh qiladi. Ondan Alloh taolo ularni maqtab, ular nima degan yaxshi hamrohlar dedi. Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday payg'ambar kasal bo'lib qolsa, dunyoda hayot qilish yoki oxiratga ketish uning ixtiyoriga qo'yiladi deganligini angladim. Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgan kesilida nihoyatda qattiq bir ovoz chiqardi. Ya'ni u og'riqdan qattiq injiqlab yoki chiqirib ketdi. Ondan uning payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajali payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi degan oyatni o'qiganligini angladim. Shuning bilan men uning dunyo bilan oxiratning oralig'ida ixtiyorga qo'yilayotganligini bildim. Bu yana bir hadisdiki payg'ambar alayhisalom 3 qitim ey Alloh, eng oliy darajalik hamrohlarning ichida degan so'zining ma'nosidir. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni qilib bo'lib vafot bo'lgan edi. Durud va salomlarning kattasi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Bu oyatning tushish sabablarining bayoni. Ibn Jarir Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ansariylik bir kishi g'amkin holatda payg'ambar alayhisalomning qishiga keldi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Ey falonchi, sen menga g'amkin ko'rinsan-ku" dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, kallamdagi bir xiyol meni g'amkin qilib qo'ydi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "U qaysi ish?" deb so'radi. U: "Biz atigan kashda sening qishingga kelib, sana qarab, sen bilan birga o'ltiramiz. Ata, ya'ni qiyomat kuni yoki sen vafot bo'lib ketgan kuni demakchi. Sen payg'ambarlarning qishiga ko'tarilib ketsan. Biz bo'lsak, sening qishingga bora olmaymiz" dedi. Payg'ambar alayhisalom uning bu so'ziga bir og'izmi javob qaytarmadi. Bu chaqda Jibril alayhisalom uningga bu oyatni elib keldi.
kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladigan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Ondan payg'ambar alayhissalom uning qishig'a bir kishini avatib, uningga bu oyat bilan xo'sh bishorat berdi. Bu vaqalik Masruq, Ikrima, Amr Sha'bi, Qatada va Rabi' ibn Anas qatorliqlardan rivoyat qilindi. Abu Bakr ibn Mardawi bu vaqalikni Aisha radhiyallohu anhadan boshqa bir yo'l bilan rivoyat qildi. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, sheksiz sen menga o'zimdan, ayolimdan va bolalarimdan so'yimlik tursan. Men uyda bo'lgan chaqlarimda seni asliginimda sening qishingga kelib, seni bir ko'rib olmaguncha faqat chiday olmayman. Mening o'ladiganligimni va sening o'ladiganligingni aslab ikkimiz jannatga kirsak, sening payg'ambarlarning qishig'iga ko'tarilib ketadiganligingni o'ylasam, seni ko'rolmasligimdan qo'rqaman dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga bu oyat tushguncha hech qanday javob qaytarmadi. Imom Muslim Rabi' ibn Ka'b Aslamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men bir kechasi payg'ambar alayhissalomning qishida qonib qoldim. Ondan men uningga tahorat suyini va boshqa hojatlarini hozirlab berdim. U menga bir narsa so'rag'in dedi. Men, ey Allohning payg'ambari, senden cennette sana hemrah bo'lishini so'rayman dedim. Ondan payg'ambar alayhissalom, uningdan boshqasini so'ramam sen dedi. Men shuni so'rayman dedim. Payg'ambar alayhissalom, menga hemrah bo'lishing uchun ko'p sajda qilish bilan o'zingga yordam tilagin dedi. Ya'ni namozni ko'p o'qisang va sajdani uzun qilsang, Allah Teala cennette menga hemrah bo'lishingni sana nasib qiladi. Ya Allah. İmam Ahmed Amr ibn Marra Juhanining mundaq deganligini rivoyat qildi. Bir kishi payg'ambar alayhissalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, men Allohdan boshqa ibodatga loyiq bir ilohning yo'qligiga ve senin şeksiz Allah'ın peygamberi ekanligingga guvohlik berdim. 5 vaqt namozini o'qidim. Mal mülkimning zakatlarini ado qildim ve Ramazon oyining ro'zasini tutdim. Bu ishlar uchun menga qanday mukofot berildi dedi. Payg'ambar alayhissalom, bir kishi ota onasiga osiylik qilmay bu ishlarni qilib o'lsa, u qiyomat kuni payg'ambarlarning sahobalarining kattalari ve şehitler bilan birga mushundaq barobar bo'ladi deb ikki barmoqini jupladi. Allah bizni shu zotlar amrog'i nasib etsin. Yani bir hadiste bir turkum sahobalarning mundaq rivoyat qilganligi bayon qilindi. Payg'ambar alayhissalomdan bir kishining yaxshi ko'radigan kishilari o'lib ketgandan keyin o'zimi o'lib ketsa, ularning u dunyodagi holining qanday bo'lganligi haqida so'ragan savolga payg'ambar alayhissalom, inson yaxshi ko'rgan kishilar bilan birga bo'ladi deb javob berdi. Anas mundaq deydi: musulmonlar bu so'zdan xo'shallangandek xo'shal bo'lmagan edi. Yana bir rivoyatda Anas mundaq deydi: sheksiz men payg'ambar alayhissalomni, Abu Bakrni ve Umarni yaxshi ko'raman. Men Allah Teala'nın kıyamet günüde ular qilgan amal ibodatni qilolmagan bo'lsammi, ular bilan bir yerda terildirishni arzu qilaman. Bu fazil Allah tarafidandir. Yani bu Allah Teala'nın rahmeti bilan Allah tarafidan kelgan merhamettir. Ularni şu merhametki ega qilgan narsa ularning qilgan amal ibodatlari emas, balki Allah Teala'nın merhametidir. Allah fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Yani Allah hidayet ve qalbiga loyiq bo'ladigan kishini bilguchidir.
Ey müminler, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki, oranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inchilik kelsa, u munofiq Allah haqiqatan menga rahmat qildi, menga marhamat qildi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek, koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. Dünya terikçilikini ahiretke tegişidiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini pida qilib jihad qilsin. Kimiki Allah yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Düşmandan hushyor turishga buyurilganlik to'g'risida. Ey mu'minlar, düşmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Allah Teala bu ayette mümin bendilerini özlerinin düşmanlarından hoşyar turuşqa buyuruydu. Hoşyar turuş deganlik ularga qarshi turish uchun qural ve san jihatdan tayyorlik qilishni ve uning yo'lida urushqa jiq son bilan chiqishning lozimligini ta'kidlaydi. Jihadga kechikib chiqish munofiqlarning alomatidan ekanligi to'g'risida. Munofiqlikning alomati ekanligi to'g'risida. Şübhisizki aranglarda urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Mujahid va boshqalar mundaq deydi. Bu oyat munofiqlar to'g'risida tushgan. Muqotil ibn Hayyan mundaq deydi. Urushga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni jihadga chiqishga kechikib qoladi, ya'ni jihadga chiqmaydi. Ibn Jurayj va Ibn Jarir mundaq deydi. Bu oyatdan Abdullah ibn Ubay ibn Salonning qilganidek o'zining jihadga chiqmaganligi va boshqalarning chiqishdan to'sqanligi ko'z tutildi. Shunga Alloh taolo bir hikmat uchun musulmonlarga yengilish yoki shahid qilinishdek bir musibat kelganda jihadga chiqmay qolgan munofiqlarning mundaq deydiganlik so'zidan xabar berib mundaq deydi. Agar sizlarga biror musibat, mag'lubiyat yoki qirg'inchilik kelsa, u munofiq Allah hakikaten bana merhamet kıldı. Yani men ular bilen jang meydaniga barmadım. Munofiqlarning qarışıca urush meydaniga barmaganligi Allah Teala'nın ularga bergan ne'matlardan hisoblanadi. Munofiq sabr qilish orqali qo'liga keladigan ajr yoki shahid qilinish orqali qo'liga keladigan shahidlikdan mahrum bo'lganligini bilmaydi. Chunki men ular bilan urushda birga bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'lardim deydi. Bu munofiqning eng cho'ng belgisidir. G'animatga erishish munofiqning eng cho'ng nishonidir. Jihad qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Alloh taolo mu'minlarni jihad qilishga rag'batlantirib mundaq deydi. Dunyo terikchiligini oxiratga tegishadiganlar Allah yo'lida jinini, pul melini pida qilib jihad qilsin. Ya'ni haqiqiy mu'min Allah Teala'nın yolida kufurluqi ve imanının yo'qligidan o'zlarining dinini ozgina dunyoga setib etgan kishilar bilan urush qilsin. Kimiki Allah yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ya'ni Allah Teala'nın yo'lida urush qilgan hamma kishi mayli u o'ltirilsin yoki yengilib hamma narsalardan ayrilib qolsin, Allah Teala'nın dergahida katta savab ve köp ecirge erişidi. İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan hadiste mundaq bayan kılındı. Allah Teala özünün yolunda jihad kılgan kişi için eğer Allah onu vafat taptırsa, yani şehit kılsa, onu cennetke kirgizishga yoki erishgan ajri ve o'ljisi bilan uyga hayot qaytarishga kepil bo'ldi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun.
yuqorida Nisa suresi tafsiridan 74-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.